Kreativ studio namoyish etadi. Qolyog'ochdan qamchiqlar otqilar, dadasini yomon desang dod qilar. Qolyog'ochdan qamchiqlar otqilar, dadasini yomon desang dod qilar. Chechanlida bobosini mot qilar, chechanlida bobosini mot qilar. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yaxshi ko'rib o'ynagan qum bo'lar, ayasini yonida bir zum bo'lar. Yaxshi ko'rib o'ynagan qum bo'lar, ayasini yonida bir zum bo'lar. Gulbon dadasiga dum bo'lar, gulbon dadasiga dum bo'lar. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yaxshi ko'rar ammasi-yu xolasi, deyishar jigarimni bolasi. Yaxshi ko'rar ammasi-yu xolasi, deyishadi jigarimning bolasi. To'ylariga novvos boqar tog'asi, to'ylariga novvos boqar tog'asi. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola. Yarashadi yig'lasa ham, kulsa ham, yo'q erkalab yo'q tumtayib tursa ham. Yarashadi yig'lasa ham, kulsa ham, yo'q erkalab yo'q tumtayib tursa ham. Uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham, uyat bo'lmas ishton kiymay yursa ham. Toycha bo'lib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola. Shirin bola, shakar bola, toycha bo'lib chopib yurgan.
momi budam avvalgilarga o'xshamas. Ko'nglim ichra dardu g'am avvalgilarga o'xshamas. Kotibi davru raqam avvalgilarga o'xshamas. Kim ulayning ajri ham avvalgilarga o'xshamas. Her kişi kim bir ulug' ishga yetibdir jonni sar. Shiddatu pastu baland kelganda ham bo'lmaydi or. Ey felek, ey felek hiç kimni qilma besamar yo'llari bahor. Javridun erdi alamlar endi tutmuş o'zga yor. Nestam ki bu alam avvalgilarga o'xshamas. Ona şarf tacın kir zulmette üşletmen beni. Bağdayı hakmasman yalğanga uyg'otmang beni. O'z hayolimga qo'ying, o'zgaga ishlatmang meni. Ishq aro Farhod ila Majnunga o'xshatmang meni. Kimaga asmu haram avvalgilarga o'xshamas. Sökmang o'tganlar ishin notavonlar rasmikin. O'z zamoning rost etar qavmi mardlar asli kim. Bu zamon tilsinlarin ochmak omonlar kasbi kim. Ey Navoiy qilma Jamshidu Faridin vaslikin. Shoh G'oziyga karam
avvalgilarga o'xshamas. Endi inson qadri ham avvalgilarga o'xshamas. Kotibi davru raqam avvalgilarga o'xshamas. Ko'nglim ichra dardu g'am avvalgilarga o'xshamas. Kim ulayning ajri ham avvalgilarga o'xshamas. Salomat bo'ling. Kecha kel gündür dibam Ülser bügülro kelmedi. Gözlerim gana keçatan Adükün çağır bu kelmedi. Ay ah vay ay mihmanım lahzalar zarab çıkdımı çektim yolida intizar. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Parvardigar olam, siz azizlarni bosib kelgan har bir qadamlarimizga Xudo yaxshiliklarni bitgan bo'lsin. Aqiqasi bo'layotgan yigitlarni umr rizqiga Xudo baraka bersin. Hozir qanday xursand qilayotgan bo'lsa, kelajakda o'zini aqli bilan, ziyrakligi bilan, xonadoniga faqat yaxshiligi va rahmatlar keltirishligi bilan xonadon ahllarini kelajakda bundan da xursand bo'lmoqligiga Xudo nasib etsin. Har birimizni ham xonadonimizda shunday xursandchiliklar, Allohning bergan farzand degan ne'matini ustida xursandchiligida Xudo barchamizni o'zi jam qilsin. Tirnoqqa zorlar bor, farzand kutayotganlar bor, Parvardigoro ularga ham go'zal farzandlar ega qilgin. Azizlar, 15 daqiqa cho'zilsa 20 daqiqa suhbat inshaalloh. Parvardigor olam bu suhbatimizni har birimizni foydamizga bo'lishligini nasib etgan bo'lsin. Hozirgi suhbatni men bitta hadis bilan boshlagan bo'laman. Bu hadisga diqqatingiz juda ham bir qattiq qarating, inshaalloh har birimizni foydamiz. Hadis qarang endi. Payg'ambar alayhissalatu vasallam qaysi bir joyda mu'minlar yig'ilsa, to'plansalar, shu joyda Xudoning kalomi tilovat qilinsa, Habibining sunnati gapiriladigan bo'lsa, shu yerning tepasiga farishtalar yig'ilishib Xudo taologa nido qilar ekan. Ey Parvardigoro, nidosi. Ey Parvardigoro, mana seni bandalaring seni haqqingda, Habibing haqqida suhbat quryaptilar. Shu suhbatlarining sababidan bularning gunohini kechirgin der ekan, Xudo taolo kechdim der ekan. Hadis tugadi. Hadisga sal e'tibor beraylik-da. Qaysi bir joyda farq yo'q ekan.
Oshpoz akalarimiz tomonga bir diqqatingiz akalar iltimos. Hadisda payg'ambar alayhissalom qaysi bir joyda farqi yo'q ekan. Uy bo'ladimi, ko'cha bo'ladimi, to'yxona bo'ladimi, dala bo'ladimi, qaysi bir joyda mu'minlar yig'ilishdi. Demak, bu gap kimga tegishli? Mu'minlarga. Shu joyda Xudoning kalomi tilovat qilinsa, demak Xudoning kalomi tilovat qilinadi. Qur'on o'qish kerak ekan. Shu joyda Habibining sunnati gapiriladigan bo'lsa, Qur'on sunnat gapiriladigan bo'lsa, farishtalar nido qilar ekan. Shuning sababidan Qur'on va hadisning sababidan gunohlari kechirilar ekan. Azizlar, Xudo xolasa hozir biz Qur'ondan tilovat qilinadi, qorilarimiz tashrif buyurgan va hadis gapiradigan bo'lsak, ikkalasi ham bo'lyaptimi? Farishtalar nido qilsa, Xudo kechdim desa, bu xonadondan biz gunohsiz holatda chiqib ketamiz. Xudodan umid qilaylikki, shu nidoga to'g'ri qilsin suhbatimizni. Farishtalar nido qilsin, Xudo kechdim desin, bu xonadondan biz gunohsiz holatda chiqib ketishimizni hammamizga nasib etsin. Qarang, gunohlari kechirilar ekan. Gunohlari deyapti, ayrim gunohlar demayapti. Yo, mana bu gunohlarning tashqarisi deyilmayapti. Hamma gunoh kiritilyapti-da, taqsirlar. 50 ga kirgandirsiz, 60 ga kirgan, 60 yillik gunoh yo'q-da. Bu kimning yutug'i bu? Biz yutib, hammamiz yutug'imizda. Kimda gunoh yo'q, qarang, kimda gunoh yo'q. Hammada gunoh bor. Agarda kimdirki menda yo'q deyotgan bo'lsa, biling u g'irt kazzob, u g'irt yolg'onchi u. Nega? Inson degan so'z bor, biz nomimiz. Bizning nomimizni o'zi ma'nosini qarang, unutuvchan, adashuvchan. Biz nomimiz. Unutishlik, adashishlik bizning tabiatimizda bor narsa. Tabiatda bormi unutishlik, adashishlik? Gunoh bo'lishligi tabiatan bor. Hech kim menda yo'q deya olmaydi. Agar kimdir deyotgan bo'lsa, biling u yolg'onchi. Gunoh har birda bormikan, kechirilishiga har birimiz uchun katta bir foydada. Xudo iloho hozirgi suhbatimizni shu nidoga to'g'ri qilsin, gunohsiz holatda chiqib ketishligimizni nasib qilsin. Haqiqat inshaalloh shu to'g'ri suhbat bo'ladi. Hadislar orqali, dalillar orqali inshaalloh suhbat qurib o'tgan bo'lamiz. Haqiqat qanday qilinadi? Nima o'zi u? Lug'aviy ma'nosi, istilohdagi ma'nosi qanday qilinadi? Qilinsa uning foydalari nimalardan iborat va qachon qilinadi? Ketdi. Mana shu 5 ta ma'lumotga ega bo'lsangiz, haqiqat to'g'risida bemalol inshaalloh to'liq fikrga ega bo'laverasiz inshaalloh. Nasihat kelib qolsa, bolam undoq, bolam bundoq deb nasihat qilishingizga ham informatsiya yetarli bo'ladi inshaalloh. Shuning uchun xizmat qilayotganlarga ham qattiq iltimos qilamiz, siz ham bir tinglang. Mabodo bir o'rni kelib qolsa, yori birodar ichida suhbat bo'lib qolsa, taqsir bundoq bo'ladi deb nasihatingiz yoki fikringizni berishingizga bir go'zal imkon bo'ladi inshaalloh. Haqiqat sunnat amali. Ana sunnat amali. Mana sizga dalil. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ma'al g'ulamun aqiqatun. Payg'ambar alayhi salatu vasallam har bir chaqaloqqa, har biriga. Faqat o'g'ilga demagan. Har bir chaqaloqqa aqiqa qilinsin deganlar payg'ambar alayhi salatu vasallam. Har biriga. O'g'ilga ham, qizga ham aqiqa qilinishini payg'ambar alayhi salatu vasallam qilinsin buyurganlar. Qilinsin degan so'zni olimlarimiz endi bu vojib bo'ldi deganlar ham bor ekan. Vojib bo'lsa ham, sunnat bo'lsa ham bizning foydamizga bor. Demak, amali yo vojib yoki sunnat. Haqiqat. Lug'aviy ma'nosi jonga jon garov degani. Misol uchun farzand. Parvardigor buni menga butun qoldirgin, buning o'rniga mana deb jonliq so'yishlikka haqiqat deylar. Bu Xudoning garoviga qolyapti. Biz garovga desak yaxshi tushunamiz, uy joyi, mashinani garovga qo'yamiz. Agar mashinamni garovga qo'yadigan bo'lsa, qora akamga saqlab beradilar-da. Bir shikast yetkazsa, ertaga mashinaga javob beradi u kishi. Ne garovda turibdi-da u. Garovdagi narsani saqlab berish kerak. Farzand Allohning garoviga tushyaptimi? Endi uning saqlovida kim turadi? Alloh turadi. Qisqasi farzandingizni Allohning himoyasiga topshirishlik.
Qisqasi mana shu. Mana hozir Ulug'bekjon Abbosjonlarga aqiqa bo'lyapti-yu. Shu Ulug'bek bilan Abbosjon ikkalasini Xudo taolo himoyasiga topshirildi. Eng go'zal himoya endi. Xudo ilohi hammamizning himoyamizda o'zi bo'lsin. Eng go'zal himoyada bu. Lug'aviy ma'nosi Allohning himoyasiga topshirishlik. Mana endi hozir Ulug'bek bilan Abbosning himoyasi endi Allohga topshirildi endi. Endi himoyasi Alloh turadi. Lug'aviy ma'nosi. Istilohdagi ma'nosi nima desa, berilayotgan farzandga aqiqa qilsangiz, bergan zotga minnatdorchilik bildirgan bo'lasiz. Ko'rdingizmi zo'r masalani? Minnatdorchilik bildirasiz deyapti-yu. O'zi minnatdorchilik bildirishga arzigulikda. Qarang, arzigulik joyini aytaman sizga. Yahabu liman yashau inasa va yahabu liman yashau zukur deydi Xudo taolo. Bandam degan. Qizni ham, o'g'ilni ham men hadiya qilib beraman degan. Men deganda nima degani? Men deyaptimi? Bandani qo'lidan kelmaydi degan. Sendan emas degani-da bu. Men deb alohida aytayaptimi? Bo'ldi, bandani qo'lida emas u. Zo'r bo'lsangiz, baquvvat bo'lsangiz farzand bo'lavermaydi. Sizda 1000 karra baquvvatlar bor, Alloh farzand bermagan. Sizda 1000 karra zaiflar bor, bo'lmasa qayerda o'ylaysiz? Xudo zo'r farzandlarni berib qo'ygan. Farzand berishi kimga? Faqat Allohga. Bo'lib turib, u nima deyapti? Hadiyam deyapti. Alloh taolo bandaga qancha narsa bergan bo'lsa-yu, lekin uni narsa demayapti, uni hadiyam deyapti. Farzand nima? Allohni bandasiga bergan hadiyasi. Bandani hadiyasiga banda qancha xursand bo'ladi? Taqsirlar. Bandani hadiyasiga taqsir. Mana bu Lamborghini olib qo'ying deb berinchi qani bir mashinani. Unga olish oson emas. Lekin o'ntasini boshqasi berishi ham mumkin. Lekin Alloh beradigan hadiyani bandaga olmaydi-da. Nima demoqchiman? Azizlar, minnatdorchilikni bildirishlikka arzigulik narsa-da bu. Bildirib, ana shu bildirishingiz aqiqa qilishingiz bo'ladi. Mana hozir Ulug'bek bilan Abbosga aqiqa qilyapti. Shu Ulug'bek bilan Abbosni berganligi hozir ahllari, "Ey Xudo senga rahmat" deyapti-da. Bu ziyofat minnatdorchilikni bildirishlik ziyofati. Ana Allohga minnatdorchilik bildirayotgan ziyofatda o'tiribsiz inshaalloh. Ko'rasiz, go'zal ziyofat hamda bu. Ziyofatlar eng udar desak ham xalq to'g'ri bo'lmaydi-da. Nega? Allohga bildirilayotgan izhordir. Allohga bildirilayotgan izhor. Demak, aqiqa qilinmagan bo'lsa, minnatdorchilik bildirilmagan bo'ladi. Bildirib qo'yish kerak minnatdorchilikni. Istilohdagi ma'nosi mana shu. Ma'nosi. Bergan farzand aqiqa qilinsa, bergan zotga minnatdorchilik bildirilgan bo'ladi. Qanday qilinadi? Mana shu joyga sal e'tibor berasiz. Juda ham bir jiddiy eshiting. Inshaalloh nasihat qiladigan holatda eshitib oling. Nasihat qiladigan holatda eshitib oling. Agar banda o'g'il farzand bergan bo'lsam, ikkita jonliq so'y imkon bo'lsa. O'g'il bo'lsa ikkita jonliq imkon bo'lsa deyapti. Imkon bo'lmasa-chi, bitta ham bo'ladi. Qatto'g'ri bitta ham degan gap. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Hasanga bitta, Husaynga bitta so'yganlar. Ana dalil sizga tarixdan, ha? Payg'ambarimiz Hasan nevaralari, Fatima onamizning bolalari, qizlarning bolalari. Hasanga bitta, Husaynga bitta so'yyapti. Demak, ikkitaga imkon bo'lmagan, bitta so'ysa ham bo'ladi o'g'ilga. Qizgacha bitta, ikkita emas. Ikkitaga imkon bo'lsa ikkita so'yilmaydi, bitta so'yiladi. Nega endi? Sabab nima? O'g'ilga ikkita-yu, qizga bitta. Sabab bitta. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bo'l, mana shu sabab mana shu. Alloh taolo erkakning ulushini ayolning ulushidan ko'p jihatlardan hissa ko'p qilgan. Ulush.
Oddiy misol, ona tuqqanda farzand o'g'il bo'lsa, ko'krak sutining quvvati 2 hissa ko'p bo'lar ekan. Agar qiz tug'ilsa, onaning ko'krak sutining quvvati 2 hissa kam bo'lar ekan. Kaloriya deymiz-ku. Sut ham ulushda. Men sizga voqeani keltirib beraman. Dindorlar ichida bo'lmagan, Yevropada bo'lgan, bir dinsizlar ichida bo'lgan holat endi. Qarang. Bir tug'ruqxonada 2 ayol, biri o'g'il, biri qiz tug'adilar. Hamshiraning xatosi tufayli farzand almashib qoldi. 2 ayol ham o'g'ilni egib turaveradi. Bu xonaning bittasiniki qiz. Tekshiruv o'tkazsa, tekshiruv shunchalik yaqin, nega deymiz? Shunchalik yaqin kelganki, ajratib bera olmaydi. Ular aytadi, buni deydi islom olimlari biladi deydi. Yuqori tashkilotdagilar. Islom olimlari biladi deydilar. Nega? Ular deydi dinda hamma narsani yechim bo'ldi da'vo qilishadi. Lekin da'vo haqli da'vo bu. Faqat biz uni o'rganishimiz kerak xolos. Aytadiku, shariat to qiyomatgacha chiqadigan savollarga ham javob beradi. Chiqajak savollarga ham javob beradi to qiyomatgacha. Bundan necha yillardan keyin ham javob beraveradi. Qanaqa savol chiqishidan qat'iy nazar, shariat javob beradi. Javob bergan hammasiga. Ular deydi islom olimlar bilan. Islom olimlar murojaat qarang endi. Sizlar deydi, dinda hamma narsani yechim bor deb da'vo qilasizlar. Bizda shunday holat bo'lib o'tdi, 2 ayol tug'di, bir o'g'il, bir qiz, almashib qolindi, 2 ayol ham o'g'ilni egib turaveribdi va xonaning bittasiniki qiz. Ajratib beringlar deganda ular aytadi, islom olimlari, bu oddiy holat deydilar. Qarang, murakkab demayapti, oddiy holat deyapti. Ikkala onadan ham sut olinadi. Sutning o'zida tekshiruv o'tkaziladi. Qaysi sutning kaloriyasi 2 hissa ko'p bo'lsa, o'g'il uniki, qaysi sutning kaloriyasi 2 hissa kam bo'lsa, qiz uniki deydilar. Tekshiruv o'tkazsa, haqiqatdan ham bir sutning quvvati 2 hissa ko'p ekan, bir sutning quvvati 2 hissa kam ekan. Buni qayerdan bildilar? deyiladi. Xudo taolo oyat karimasida o'g'ilning hissasi, ulushi ayolning ulushidan 2 hissa ko'p degan oyatda, ha? Buni eshitganmiz, meros ilmida ham xuddi shunday. Mislu hazzil unsayinda o'g'ilning ulushi 2 hissa ko'p. Sut ham ulushda. Ko'rdingizmi? Meros ilmida ham o'g'ilga 2 hissa ko'p beriladi, qizga 2 hissa kam. Bizda qizga berilmaydi ham, to'g'rimi? Bizga qizga berilmaydi. Asli bir hissa qizniki. Haqiqatda ham o'g'ilga imkon bo'lsa 2 ta, qizga bitta so'yiladi. Sabab nima? Sabab. Hikmat nima desa, Alloh taolo erkakning ulushini ko'p qilishidan maqsad kelajakda bu bir oilani tebratadi, boshliq bo'ladi. Nima degani bu? Hamisha erkak boshliq bo'lishi shart degani. Ayol hech qachon boshliqlik lavozimini ushlashi mumkin emas degani. Buni akalar yaxshi biladi, katta akalarimiz, okaxonlarimiz, otaxonlarimiz yaxshi. Qaysi xonadonda erkakning mavqei bo'lmaydigan bo'lsa, boshliq ko'cha tilimizda damakarol bo'lsa, shu xonadonda baraka bo'lmaydi. Buni o'zimiz ham ko'ryapmiz ko'pchiligimiz. Nega? Ilohiy qonuniyatda Xudo taolo ar-rijalu qawwamuna 'alan niso deganda erkak boshliq bo'lishi shart degan Xudo taolo. Shunchaki ulushni nima uchun 2 hissa ko'p berilyapti? Boshliq baquvvat bo'lishi uchun. Ayol hech qachon boshliq lavozimiga minishligi mumkin emas. Biling, hech qachon ayol erkakdek bo'lmaydi. Nima degani bu? Sen undoqsan, sen bundoqsan urushaveramiz. Baribir sizdek bo'lmaydi, men urushing. Sizdek bo'lmaydi. Nega? Asliyat shundoqda u. Ulush 2 hissani siz ko'p yegansizda, Alloh taolo ko'p bergan sizga. Alloh berganda sizga. Ulushni 2 hissa ko'p. Baribir sizdek bo'lmaydi-da u. Hadab qo'yib yurmang, u baribir sizdek bo'lmaydi. Shunchaki o'g'ilga bo'lsa 2 ta ekan, qizga bitta ekan. Nimalar so'yladi endi? Qisqa ma'lumot. 4 ta jonli so'yladi xolos aqiqaga. Tuya, qoramol, qo'y, echki. Bo'ldi. Tuya bilan qoramol bittasi 7 tagacha aqiqa qilinsa bo'ladi. Bitta tuya so'yib 7 tasi aqiqasini o'tkazsangiz bo'ladi. Bitta qoramol so'yib 7 tasini aqiqasini o'tkazsangiz bo'ladi. Qo'y, echki bitta nomidan bitta. Qo'chqor bo'lish shart emas, ko'rdingizmi? So'lg'an bo'laveradi. Echki ham bo'laveradi.
taka ham bo'laveradi. Bilib qo'ying, serka ham bo'ladi. O'rni kelganda bitish ham mumkin, serka qilish ham mumkin, aqta qilish ham mumkin. Unga dalillar va hozir to'xtalmaymiz, vaqtimiz ko'p ketib qolmasin degan maqsadda. Demak, mana shu 4 ta jonliq. O'g'il qiz farqi yo'q buni so'yilishiga. Erkak bo'lsin degan joyi yo'q. Yoshlarida farqi bor, xolos. Tuya 5 yosh bo'lishi shart, qorabola 2 yosh bo'lishi shart, qo'y echki 1 yosh bo'lishi shart. Bitta qo'yga yengillik bor. Agar 6 oylikda o'tgan bo'lsa-yu, jussasi 1 yoshli bo'lsa, u ham bo'laveradi degan. Lekin bu taklif qolganiga emas. Masalan, echki 1 yoshga to'lmagani, jussasi 1 yoshli bo'lsa bo'lmaydi. Qorabola 2 yoshga to'lmagani, 2 yoshga to'lsin degan-ku. 2 yoshga to'lmagani, lekin jussasi 2 yoshdan ham katta bo'lmaydi. 2 yoshga to'lgan bo'lishiga shart. Ma'lumotchilik mazaq ovoyni ma'lumot. Inshaalloh nevarangizni aqiq qilayotganda ustida turib berasizda, bolam bundoq qilgin, undoq qilgin deb tursangiz, inshaalloh o'tib ketgandan keyin ham estarasizda, otam shundoq dedi. Otamizdan biri yaxshi gap qolgan bo'lsa, otam aytgan deb qo'yamiz-ku. Biz ham eslanaylik-da, otam aytgan deydigan bo'lsak, inshaalloh go'zal chiqadi. Mana shu 4 ta jon. Sifatlariga kangina to'xtalib olaylik. Bolalaringizga shu sifatlar to'g'risida ma'lumot beradi. Quloq yo dumi 3 dan biridan ko'pi qilmagan bo'lsin. Endi solinganlar bo'laveradi. Ko'rib turgan kasal bo'lmasin. Ko'rib turgan kasal bo'lmasin. So'ljining kasallik ko'rib turibdi bo'lmaydi. So'lsangiz ichi dabdala ekan, bo'laveradi. Ko'rinishdan bermayotgan kasallikda bo'laveradi. Bir ko'z yo xoq ikki ko'zni ko'rib bo'lmasin. Ko'zga ham qarab bolam deb qo'yasizda. Tishi to'kilib qolgan bo'lmasin. Tishiga ham bir qarab olinadi-da. Axta qilingan bo'ladi, tentak va aylanib qoladi, qo'y. Biz qishloq sharoitda yashaymiz, ko'pchilik bilamiz. Tentak bo'lib qolgan qo'y ham bo'ladi. Mana shundaydagi jonliq so'yishlik o'ta semiz bo'lishi, boqilgan bo'lishi ham emas. Navbatga chiqib yurgan bo'lsa bo'laveradi. O'ta shaqillab qolgan arriq bo'lmasa bo'ldi. Ana, o'ta arriq bo'lmasa bo'ldi. Navbatga chiqib yurgan bo'laveradi. Mana shundaydagi jonliq so'yiladi. Kim so'yadi? Dada so'yadi. Dada so'yadi. Biz tilimiz dada deymiz, otada endi. Biz tilimiz dada deymiz, tushunishi oson bo'lishi dada deyapman-da. Bolachani otasi so'yadi, dadasi so'yadi. Qarang, tartibni qarang. Bismillah, Allohu akbar. Aqiqamni, mana masalan shuni misol qilay. Masalan, Akmaljon. O'g'li Abbos. Akmal dada, o'g'li Abbos. Abbosga so'yadi. Bismillah, Alloh akbar so'yadi. Bismillah, Allohu akbar. Abbosdan aqiqamni qabul qilgan deb pichoq tortadi. Rahmat. Yo'q, Alisher. Rahmat. Ana shu misol keltiraman. Demak, Akmaljon so'yadi, dada so'yapti Abbosga. Bismillah, Allohu akbar. Aqiqamni Abbosdan qabul qilgan deb tortiladi. Bolachangizni zikr qilinglar demoqchiman-da. Bismillah, Allohu akbar. Aqiqamni Akmaljondan, Abdulloh bo'lsa Abdullohdan, Zubayra bo'lsa Zubayradan, Fatima bo'lsa Fatimadan ismi zikr qilinadi. Nima uchun dada so'yadi? Shar'iy xabarni qarang. Birinchi qon yeriga tushishligi bilan dadaning gunohlari kechiriladi. Dadaning gunohlari. Taqsirimiz Akmaljon 30 ga chiqqan bo'lsa 30 yillik gunoh yo'qda. Taqsirlar. Bu xush xabar ukamiz Akmaljonga va vafot etgan Alisher ukamizga Xudo nasib qilsin. Demak, dada so'raydi, go'sht 3 bo'lakka bo'linadi. Go'sht 3 bo'lakka bo'linadi. Ichki a'zo, kalla pocha taqsim qilinmaydi. İçseli go'sht 3 bo'lakka bo'linadi. Bo'yindan boshlaysiz, bo'yinni 3 bo'lakka bo'lasiz. Qolgan teng uchrasi ustiga qumurtqani, qo'loyoqni, dummani, to'shni. Seli qo'yingiz 3 bo'lakka bo'lindi. Birinchi bo'lakda 3 dan 1 bo'yin ham bor, qovurg'a ham, to'sh ham, qo'loyoq ham, dumma ham bor. Ikkinchi bo'lakda ham xuddi shundoq, uchinchi bo'lakda ham xuddi shundoq. 3 taqsimga bo'lib oldingizmi seli qo'yni? Birinchi egasi endi. 3 egalari bor-da buni.
4ta emmasining egasi, 2ta emmasining egasi, 3ta egasi bo'ldi. Shariat 3ta nima egalarni? Bo'ldi, u 4ta bo'lmaydi, u 2ta ham bo'lmaydi. Men namozdan keyin siz necha marta subhanalloh deyapsiz? 33 marta. 33 marta alhamdulillah, 33 marta Allohu akbar. Nega 35 ta demaysiz? Nega 50 ta deb qo'ysangiz, 100 ta aytsangiz savob ko'p bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Nega? Ko'rsatma 33 ta. Ko'rsatma 32 ta emas, ko'rsatma 33 ta. Bo'ldi. Haqiqalik 3 ta dedimi? 4 ta emas, 2 ta emas u. 3 bo'lak bo'ldi. 3 bo'lakning egalarini eshitamiz. Birinchi egal. Tuqqan ona va bolaniki, mashaqqat chekkanligi. 9 oy mashaqqat chekib, o'lim bilan olishib, farzandni dunyoga keltirgan onani Alloh taolo taqdirlayapti. Birinchi bo'lak bilan. Nima ekan bu? Allohning taqdirlovi. Mashaqqat chekkanligi. Bu hattoki ona va bola dedimi? Dadaniki emas. Aytishimga qisam o'ziga yo'q emas. Demak, birinchi bo'lak ona va bolaniki. Shu yerda biz sal o'xshash joyimiz bor. Farzandi bo'lsa, bor bozorga borib bo'yin go'sht olib kel deydi. Bo'yin go'shtni onaga pishirib beradi. Maqsad bo'lsa, sutdan borib bola-chaqa tezroq bo'yni qatadi. Faqat bo'yin go'sht beryapsiz, haqiqatan bo'yni yo'qon. Kelajakda bir gap gapirsangiz bo'ysunmaydi. Ha, bo'yni yo'qonda bolalar. To'g'ri bolalar qarasa, bo'yni yo'qon ba'zi. Bo'ysunmaydi ota-onaga. Ha, bo'yin go'sht yeydi faqat. Va bo'yin go'sht yeyapti, bo'yniga ta'sir qilsa-yu, qolgan a'zolar esa qolgan joyga ta'sir qilmaydimi? Demak, birinchi bo'lak ona va bola-chaqalik. Ikkinchi bo'lak aqiqa ziyofatiniki. Ana ziyofatniki ikkinchi bo'lak. Hikmati nima endi desa, Allohga minnatdorchilingizni bildirgan bo'lasiz dedi-ku. Bu minnatdorchilik Xudo taolo hozir ahlardan Anvar akamizdan o'zi qabul qilgan bo'lsin. Ketdi. Ikkinchi bo'lak aqiqa ziyofatini. Uchinchi bo'lak uy egalariniki, xonadon ahllariniki. Xonadon ahllariniki degandan kelin ham yeyveradi, lekin kelinga degandan xonadon ahllari qo'shilmaydi. Xonadon ahllari 10 ta bo'lsa, kelin ham qo'shilib yeyveradi. Lekin kelinnikini 10 tadan bittasi ham qo'shilmaydi. Ko'ryapsizmi? Mashaqqat chekkanniki Alloh taolo ajratib beryapti unga. Biz bermaymiz hammi. Shu joyda bir narsaga to'xtalmoqchiman. Sal qalbimizni, iymonimizni sal qo'rqitmoqchiman. Bilib qo'ying, haq ikki qismga bo'linadi. Haqqulloh bor, haqqul abd bor. Alloh bilan banda o'rtasida bo'lgan haq bor, banda bilan bandaning o'rtasida bo'lgan haq bor. Alloh sizga nimani buyurgan bo'lsa, Allohning haqqi bu. Azizlar, Allohning haqqidan uncha qo'rqmasangiz ham bo'ladi. U karami keyinda, u mehribon zot bitta yalinsangiz xo'p devoradi. Lekin banda bilan banda o'rtasida haqdan qo'rqing. Nega? Banda rozi bo'lmaydi. Nega? U yoqda so'raladi-ku, to'g'rimi? U yoqda so'raladi, bu yoqda hozir bilmaydi ko'pchilik. Dadasi birinchi bo'lak meniki ekan, meni haqqim ekan. Qara haqqim demaydi. Nega? Chunki ko'plar haqlarini bilmaydi. Nega u yoqda Alloh taolo bildirib qo'yadi, haqqini so'raydi u yoqda. Lekin u yoqda haqqidan kechmaydi. Bu yoqda ketishimga haq qo'yavering deyish mumkin. Mehribonlik. U yoqda mehribonlik o'tmaydi. Nega? U yoqda o'ziga kerak. U yoqda rozi bo'lmaydi. Haqqimni ber deydi. Alloh taolo har bir insonni bir-biriga bo'lgan haqqini bildirib qo'yadi. Ana shuning uchun haq birinchisi ayolniki dedimi? Bo'ldi, boshqaniki bo'lishi mumkin emas. Ertaga baribir so'raladi undan. İmkon bo'lsa, dunyoni o'zini berib qo'ysangiz, osonroq bo'ladi. 10 ta jonni so'yapsiz, bittasini so'yganingiz haqiqa deydi, birinchi bo'lakni ona va bolachaga berib qo'ying. Ikkinchi bo'lak haqiqatni uy egalari dedik-ku. Uy egalariga deganga bitta taklif bor, shar'iy taklif. Shu taklifni eshitamiz xolos. Endi u taklif xolos, buyruq emas lekin. Taklif. Shar'iy taklif. Agar badavlat bo'lsa, demak taklif kimga? Badavlat bo'lganlarga. Badavlat bo'lmaganga emas taklif. Badavlat bo'lsa mayli tarqasin deb, 3-bo'lak xolos. 3-sini xolos. Uy egalariga deganda. Badavlat bo'lsa tarqatish mumkin ekan. Mayli deyapti, u degani tarqatmay o'zi yursa ham bo'lardi badavlat bo'lsa ham.
Lekin badavlat bo'lmasa, aniq tarqatmaydi uy egalariga. Mana shu yerda sal ko'pchiligimiz xato tushunyapti shekilli, hammasi tarqatib olsa yaxshi bo'lar ekan degan gaplar chiqyapti. Unaqa gap yo'q. Bo'ldi, unaqa gap yo'q. 3 ta dedim, bo'ldi. Namozdan gap tushmadi, subhanalloh deyapsiz. Kim fikr beradi? 50 ta ayting deb. Yo'q. Domla bo'lmay aytolmaydi. Keyin shuni 100 ta qilaylik, savobi ko'p bilan jamoat deyolmaydi kishi ham. Nega? Tartib 30 ta. 3 bo'lakmi? Bo'ldi 3 bo'lak. 2 bo'lagan emas, 4 bo'lagan emas. Mana shu 3 ta taqsim. Ona va bola aqiqa ziyofati uygalanadi. Bo'ldi. Qachon qilinadi? Oxirgi ma'lumot, shu bilan so'zimizni yakunlaymiz. Payg'ambar alayhissalatu vassalom kimdan kelyapti? Rasulimizdan kelyapti. Xabar, ta'lim Rasulimizdan kelyapti. Payg'ambar alayhissalom 7-kuni 14 yo 21-kuni qiynadi degan ekanlar. 7 14 21. Qani chilla bu yerda? Chillani gapirmadilar Payg'ambar alayhissalom. Ha bizda chilla bor-ku. Shu kim chiqargan chillani? Tag'in chilla bizda ikkita, 20 kunlikda kichik chilla, kattadagi 40 kunlikda katta chilla. Dinda yo'q chilla. O, taqsirlar, dinda yo'q chilla. Kelin-ku uylansa ham chilla qilinadi-ku, dinda yo'q chilla. Taqsirlar dinda yo'q. Bola tug'ilsa ham chilla yo'q dinda. Agar bo'lganda Payg'ambar alayhissalom dalilda bu. Bo'lganda Payg'ambar alayhissalatu vasallam 7 14 21 demagan bo'lardi. Yo to'xtab tur, aytmoq chillasi bor-ku degan bo'lardi Payg'ambar alayhissalom agar chilla bo'lganda. Yo Rasululloh bilmaganmikan ha? Bilmagan desa iymon ketadi. Mana sizga dalil, iymon ketishligiga dalil. Va ma ataakumur rasulu fakhuduhu va ma nahakum anhu fantahu. Oyat bu. Allohning so'zi bu. Bandam deyapti Alloh taolo. Payg'ambaring senga nimani buyursa ol, seni nimadan qaytasa sen qayt deyapti. Payg'ambarimiz 7 14 20 dedi. Chilla demadilarmi? Optajang chilla. Ayting, men chilla azlar ayol ko'proq ichkaridagilar-ku, to'g'rimi? Ayollarimiz. Yo'q ekan chilla deydi. Ular aytadiki, ular dalili bor endi. Oldingilar qilgan-ku deyishyapti endi. Mana sizga dalil. Oldingilarning ishi din emas. Xo'p, din bo'lishi, din deb qabul qiladigan bo'lsak, oldingi ishni qabul qiladigan bo'lsak, birinchi odam alayhissalatu vasallam jannatdan mana bu mevani yema dedi. Xato qilib jannatdan badalg'a qilindimi? Otamiz birinchi otamiz. Qobilni o'ldirdimi? Ana. O'lab o'tgangilarmi? O'ldirishi joiz ekan nima o'zimi? O'tganlar din emas u. Din boshqa masala. Chunki oldingilar qilgan-ku desa, qani dinda? Oldingilarda Qobilni o'ldirgan degan. Mumkin ekan. Yo'q, azizlar, din boshqa masala. Demak 7 14 21. Bo'ldi. Afzali qaysisi? Unga javob berdi shariat. O 21 dan ko'ra 14. 14 dan ko'ra 7 da qilishga afzal deyilibdi. Mabodo o'tib ketgan bo'lsa-chi, keyin ham bo'ladi, lekin shu 3 ta kunda qiladigan sunnat tark bo'ladi xolos. Keyin ham bo'ladi. Qayto'g'rini keyin ham bo'ladi degan gap. Sahobiy kiromlar o'zlariga aqiqa joriy bo'lganda o'zlariga ham aqiqa qildirganlar. U degan o'ziga ham aqiqa qildirsangiz bo'ladi. Sahobalar ishi biz uchun nima bo'ladi desa, biz uchun ham sunnat bo'ladi. Mana sizga dalil. Sunnat aw qawlun aw fi'lun aw taqrirun. Sunnat nima u desa, sunnat payg'ambarimiz aytgan gapi sunnat. Payg'ambarimiz qilgan ishi sunnat. Payg'ambarimiz sahobalar bir ish qilgan bo'lsa, payg'ambarimiz ma'qul ko'rgan bo'lsa shu ishlarni, u ham bo'lsa sunnat. Aqiqa joriy bo'lganda sahobalar qilyaptimi? Rasululloh ma'qul ko'ryaptimi? U ham sunnat. Buni sizga dalil bilan keltirib tashladik azizlar. O'zingizga aqiqa qilsangiz ham bo'ladi. Iloji bo'lsa, homila ko'tardim, niyat qilib qo'ying, 7 14 21 dan iloji bo'lsa qoldirmang. Mabodo o'tib ketib qoldimi? Keyin ham bo'laveradi. Iloji bo'lsa 7 14 21 ga mo'ljallang. Mana aqiqa ziyofati shunday holatda o'tkaziladi. Parvardigor bu aqiqasi bo'layotgan Ulug'bekni, Abbosni Parvardigor aqiqalarini qabul qilsin, jonlariga jongaro qilsin, minnatdor izhorlarni Xudo dargohida qabul qilgan bo'lsin. Xabarni eshitgan bo'ldik.
dadaning gunohlari birinchi qon yeriga tushishi bilan kechirilar ekan degan bu xabar Akmal birodarimizga muborak bo'lsin. Vafot etgan Alisher birodarimizga ham Xudo taolo nasib etsin. Va axiru davona alhamdulillahi robbil alamin. Parvardigoro, aqiqalarim dargohingda o'zing qabul qil. Azizlar, tilovat qilib qo'ysak-da, keyin duoni yakunini qilib qo'ysak, taom tarqatilgandan keyin qaysi dasturxon taomlanib bo'lsa, o'zlariga duo qilib turaveradilar. Menimcha maqsadga muvofiqroq bo'lardi shunday qilsak. Marhamat qiling. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابسين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Parvardigoro, hosil bo'lgan savoblarni jamiki payg'ambarlar, jamiki mu'minalar, barchamizda o'tmishda o'tganlar, xosatan Parvardigoro, hozir ahillarda o'tgan alal xusus Alisher ukamizni xos ruhoniyatlarini bahramand etgan, yotgan joylarini jannatlardan qilgan, ruhdoshlar oldida martabalari, darajalari bu savoblar sababidan baland bo'lmoqligini nasib etgan. Parvardigor aqiqalarni o'zing dargohingdan qabul qilgan, aqiqalarning jonlariga jongaro bo'lmoqligini nasib etgan. Hozir ahlar bu minnatdorchiliklarni Xudo o'zing dargohingda maqbul qilgan. Parvardigor Ulug'bekjon Abbosjonlarning umr rizqiga Xudo baraka ber. Hozir qanday xursand qilayotgan bo'lsang, kelajakda o'zini aqli bilan xonadoniga yaxshilik, rahmatlar keltirishligi bilan hozir ahlarni kelajakda bundan-da xursand bo'lmoqligini o'zing nasib etgan. Allohumma taqabbal minna bi rahmatika ya arhamar. Allohu Ey salomat bo'yizlar, aqiqalar muborak bo'lsin Anvar aka. Alhamdulillahi Rabbil alamin. والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله. كلمة مولا الخلمنا لخدا حسن الله يومسن. بارك بو إحسانه مقبول خير خير بيري وقدام بسم. أول رجاء رسالة رجاء بركات أقصى بارك الله. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صلى الله تعالى على خلق محمد وآله وصحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. Tamam yaksın diyorum. Allah da barakat versin. Sengar vafo ister isen dildar tapılmaz mı? Cüdalik daştıdan bir talibi didar tapılmaz mı? Keleydil gam yeme Kılsa vefasızlık ul ay pinhan Keleydil gam yeme Kılsa vefasızlık ul ay pinhan Cahan bazarda bir bavafa aşkar tapılmaz mı? Köyün Sengar vafa ister isen dildar tapılmaz mı? Cahan kizdim, yaşıttım Köp kişiler hak oz içe Cahan kizdim, yaşıttım Köp kişiler hak oz içe Felek kecranıdıga Bolğucu ikrar tapılmaz mı? Bolaga to'yona olib kelgan dadasi nabiram deb toy yasatgan uning katta onasi toy ketidan ergashadi mahallaning kuy bolasi zar cho'poni udib tutgan uning kelin ayasi toy ketidan ergashadi mahallaning kuy bolasi zar cho'poni udib tutgan uning kelin ayasi bola bola to'y bola shirin bola sho'x bola Yarım
bo'lsang, yorim bo'lsang, kel qo'lingni qo'liga ber. Irodan termilib bakmağın için. Yar bulmasan ayağın uz nereye var, canımni otlarga yağın için. Yarım bulsan kel qo'lingni qo'liga ber. Uzoqdan termilib bakmağın için. İşq derdinden hiçbir kimse biz demez. Muhabbet yoldan ayak uz demez. Göz görmese telbek kenil. Qabul qilsin. Yigitlar kelajakda buyuk insonlar bo'lsin. Elda ustida xizmat qilsin. Har bir inson faqat foyda ko'radigan farzandlar bo'lsin. Hozir qanday xursand qilayotgan bo'lsa, kelajakda barchasi sizni bundan-da xursand bo'lishingiz nasib inshaalloh. Rahmat. Marakangiz go'zal o'tdi. Xudo qabul qilgan bo'lsin. Rahmat. Qishloqlarda uncha bunaqa maraka ko'rmaganman. Maqta ko'z-ko'zga emas, haqiqatan chiroyli. Xudo dargohida qabul qilsin. Rahmat. İnşallah. Amin. Allah. Rahmet. Mecnun aytar menga davo kerakmas. Yar ishqidan o'zga savdo kerakmas. Tilim kuysin desam Laylo kerakmas. Laylo kerak, o'zga barnoq kerakmas. Laylo kerak, o'zga barnoq. Kelin to'ylarda mana shunday o'tirayman. Ota-onalar, tilak, duolar, el xalqlarga xizmat qilayotgan. Ayting-chi. Bitta duo qiling shu vaqt. Bismillahirrahmanirrahim. Parvardigoro. Şu ihsonlarga qabul qilgan bo'lsin. Xayr berib bo'lsin. Bu ballarning umriga, rizqiga nasib baraka bersin Parvardigor. Oliy muammal bo'lsin, shariatga tarafdor bo'lsin Parvardigor. Xudo o'z yo'liga o'zni panohiga asrasin. Rahmat. hoş kelibsizlar.
Gohida sizni yer o'rtasi alam, qora bo'lib ketsa bu yorug' olam, ko'zlarda aylansa adashgan bir nam, odamlar bor ko'ngilga malham. Biling yaxshilarlar go'zaldir olam, jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar, jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar. Gohida dilga gar qo'nsa bir g'ubor, sizga ozor bersa nodon bir qo'pol, shivirlab o'tingiz unga siz xushhol, yaxshilar bor do'stim yaxshi hol, yaxshilar hech qachon ko'rmasin zavol, jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar, jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar. Siz yurgan bog'larni baxtga to'ldirib, sayr etsa yaxshilar do'st ila yoron, barmoqlar silasin shabboda bo'lib, tilang aziz boshiga omon, yaxshilar bor bo'lsin har on, jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar, jonlarga jondosh yaxshi odamlar, mehribon sirdosh yaxshi odamlar, ham ko'zu ham qosh yaxshi odamlar, qalblari quyosh yaxshi odamlar. Qaramadingiz. O'tibmiz. Qor yog'ochdan qam chiqdilar oqilar, dadasini yomon desang doqilar. Qor yog'ochdan qam chiqdilar oqilar, dadasini yomon desang doqilar. Chechanida bobosini mot qilar, chechanida bobosini mot qilar. Ay chog'ir chopib yurgan qo'y bola, shirin bola, shakar bola, shirin bola, shakar bola, toy bola, toy chog'.
ayasını yanıda bilsin bular. Yaxshi ko'rib o'ynaganim kun bo'lar, ayasini yanıda bilsin bular. Bulbon dadasiga dum bo'lar, bulbon dadasiga dum bo'lar. Oy chopib chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola, shirin bola, shakar bola, toy bola, toy chopib chopib yurgan to'y bola. Toy chopib chopib yurgan to'y bola. Yarashadi yig'lasa ham kulsa ham, yo'qin kelib yo'qtin deyib kulsa ham. Yarashadi yig'lasa ham kulsa ham, yo'qin kelib yo'qtin deyib kulsa ham. Uyatmas ishdan kimay yursa ham, uyatmas ishdan kimay yursa ham. Oy chopib yurgan to'y bola, shirin bola, shakar bola, shirin bola, shakar bola, toy bola, toy chopib yurgan to'y bola. Güzel sen salınsam unub uçaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar? Salındım men seni bir ko'rgim kelar. Saharda bog'imda gulladi chaman. Güzel sen salınsam unub uçaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar? Salındım men seni bir ko'rgim kelar. Meni kutgil qarab ko'zim degandim. Va'dalaring hamon bag'rimni tilar. Tilsa ham men seni bir ko'rgim kelar. Va'dalaring hamon bag'rimni tilar. Tilsa ham men seni bir ko'rgim kelar. Saharda bog'imda gulladi chaman. Go'zal seni sog'insam uni uchaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar? Sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. Yo'lingga bo'yladim kechayu kunduz, sevgi samasidan to'kildi yunus. Endi ko'rmasligim ko'zim ham bilar, shunda ham men seni bir ko'rgim kelar. Endi ko'rmasligim ko'zim ham bilar, shunda ham men seni bir ko'rgim kelar. Saharda bog'imda gulladi chaman, go'zal sen sog'insam uni quchaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar? Sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. To'ylar muborak bo'lsin. Yaxshi. Bo'ldi yetarchim, endi erkalab tarkim. Arazingni qo'y endi, o'zing sanda yuragimni. Bo'ldi yetarchim, endi erkalab tarkim. Arazingni qo'y endi, o'zing sanda yuragim. Oh, madumasan madam, go'zal sanda hammadan. Arashim san o'zimni, chimirma qo'shib qadam. Oh, madumasan madam, go'zal sanda hammadan. Arashim san o'zimni, chimirma qo'shib qadam. Güzel sanda hammadan, arashim san o'zimni, chimirma qo'shib qadam.
qandina boqay shirin lablabi bo'lmoqi tabonay shirin sevsa boyash kuchkina qarash mani devona qildi bu qarash mani devona qildi bu qarash sho'y shirin qandina boqay shirin lablabi bo'lmoqi tabonay shirin sho'y shirin qandina boqay shirin lablabi bo'lmoqi tabonay shirin Yavaştan kançtılar aklar Dedesini yaman desen tatlılar Yavaştan kançtılar aklar Dedesini yaman desen tatlılar Çiçelide babasını mattılar Çiçelide babasını mattılar Ay çamur çapır yürgen koy bana şirin bana Şeker bana Şirin bana şeker bana Tay bana tay çamur çapır yürgen koy bana Şeker bola, şirin bola, şeker bola, toy bola, toy çampur çapıp yürgen toy bola. Yaş görer amması halası, işep cigerim bolası ya. Yaş görer amması halası, işep cigerimin bolası. Öyle diye navaz bakar havası. Navaz bakar tavası Bay çamur çapır yürgen toy bola Şirin bola Şeker bola Şirin bola şeker bola sen Yok gelip yoktun deyiptir sen Yarışadın yığlasam gülsem Yok gelip yoktun deyiptir sen Ana Bocan Ana Yosh bolalarga hushyor bo'lamiz. Qani tomon. Xush kelibsiz aziz mehmonlar, xush kelibsiz to'yimizning qadrli ishtirokchilari. Xovos tumani, Sirdaryo viloyati Xovos tumani. Sirdaryo viloyati Xovos tumani Paxtakor qo'rg'onining hurmatli oilalaridan biri Ashurboyevlar xonadonida navbatdagi to'y, navbatdagi shodiyona. Xizmatdan tashqari barcha aziz insonlarni, to'yimizning qadrli mehmonlarini taklif etilgan joylarga o'tirib olishlarini iltimos qilib so'rab qolamizda, bugungi tantanamizni rasman ochiqda e'lon qilamiz va bu vakolatni hurmatli Farmonakaga topshiramiz. Keling marhamat, mahalla faollari nomidan, mana shu mahallaning eng hurmatli insonlari nomidan. Ushbu Ashurboyevlar xonadonidan bo'layotgan bazm kuniga kelganlaringiz uchun sizlarga rahmat, xush kelibsizlar. Mana shu bazm sababli bo'layotgan sababchilari yoshlarimiz kelajagi porloq, oilasiga, xalqimizga xizmat qiladigan bir yetuk insonlar bo'lib yetishishini tilab qolaman. Doimo ota-onasiga, xalqimizga, davlatimizga xizmat qiladigan insonlar bo'lib yetishsin. Kelganlaringiz uchun rahmat. Davramiz ochiq. Mana san'atkorlarimiz xizmatlaringdan qo'llariga qo'yilgan dasturxondagi noz ne'matlarga qarab o'tirsin. Tilab qolaman. Davramiz ochiq. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Qarsakni qattiqroq chalib qo'yamiz azizlar. To'yimiz ochiqda e'lon qilindi. Bugun ushbu xonadonga to'y bollarimizni ammajonlari Gulbahor opamiz iltimoslariga binoan tashrif buyurdik. E'tibor uchun tashakkurimizni bildirib, qo'limizdan kelgancha yaxshi kuningizda, xizmatingizda bo'lamiz. Albatta, sizlarning duolaringiz ostida. Gulbahor opa, to'ylar qutlug' bo'lsin, jigarlaringiz katta bo'lsin, baxtli bo'lsin, saodatli bo'lsin. Qo'shiq aytsang yarashadi kuydan keyin. Dono odam o'y suradi o'ydan keyin, niyat qilar uyda bola tug'ilganda, o'zbek yana to'y qiladi to'ydan keyin.
Ko'rsam deydi farzandining baxtlarini, qursam deydi toleydan taxtlarini, o'zgartirmay ming yillik odatlarini, xalqim yana to'y qiladi to'ydan keyin. Assalomu alaykum. Bugun ushbu xonadonga yaxshi niyatlar va qutlug' qadamlar ila fayzyob aylagan azizlar. Assalomu alaykum. Ashurboyevlar xonadonida bugun to'y. Bugungi davra bahonasida yaxshi niyat bilan didorlashish maqsadida tashrif buyurgan qarindosh urug'lar, quda andilar, mahalladoshlar, bizni sog'inganlar, bizni sog'intirganlar. Mana bugun xonadonning osmoni uzra yana karnay surnay navolari yangramoqda. Yana bir bor siz u bizga to'kin dasturxon yozildi. Yangrayotgan navolarning, ochilgan dasturxonlarning boisi jondan aziz farzand Ashurboyevlar sulolasining davomchilari. Mana shu xonadonning janjigina farzandlari to'y bollarimiz Ulug'bek va Abbosbeklardir. Ilohim Alloh bergan aziz ne'mat farzandlar umri joniga rizqiga Allohim baraka bersin. Otalariga, onalariga mehribon farzandlar qatorida bo'lsin. O'xshamaganda dadalariga o'xshasin, amaki-yu tog'alariga o'xshasin, bobolariga o'xshasin. Xullas, el koriga yaraydigan, yurt so'raydigan yigitlar qatorida bo'lsin. Zero o'g'lim ulg'ayarsan, yigit bo'larsan, ortda qolar bari o'yin ertaklar, jahonni ko'ksida ko'tarmoq uchun dunyoga keladi, bilsang erkaklar. Ahli Ashurboyevlar nomidan barchangizni xush ko'rdik. Kamtarona dasturxonlarimiz, diltortar kuy va navolarimiz bugun faqatgina siz azizlar uchun bo'ladi. To'y egalariga, ahli Ashurboyevlarga bugungi to'ylar bismillah deb elga yozilgan shukrona dasturxonlar muborak bo'lsin. Allohim nasib etsin. Mana shu xonadonning bundan keyingi ochiladigan dasturxoni ham to'y bahonasida bo'lishini istaymiz-da, anglaganingizdek navbatni san'atkorlarga beramiz. San'atkor sizning nazdingizda osongina qilib, oddiygina qilib artista deb qo'yasizlar. Kim oson tutsa, kim havas qilsa, farzandi san'atkor bo'lsin. Bugun siz u bizga xizmat qilish taraddud turgan san'atkor do'stlarimiz, xizmatingizga kamarbasta bo'lib turgan do'stlarimiz, siz u bizga begona emas, qadrdonimiz, yelkadoshimiz, hamkasblarimiz. Nokamtarlikka yo'ymasangiz, yosh bo'lishlariga qaramasdan allaqachon ustoz darajasiga yetgan shogirdlari, oilasi ardog'ida, xalqining yaxshi kunlarida xormay tolmay kelayotgan xushovoz xonanda. Bugungi kunda o'z faoliyatini san'atdan tashqari sportning aralash jang turida bir qancha muvaffaqiyatlarga erishib kelayotgan siz sevgan, biz sevgan Nizomjon Jonboyev va albatta Paxtakorning yaxshi bir oilasining jondan aziz farzandi Hasanboy Mamarahimov bugungi kechamizni bir umrga tarix zarvaraqlariga muhrlab qo'yadilar. Oradan yillar o'tar, eng chiroyli, shirin xotiralarga berilib, mazza qilib to'yimizni tomosha qilishimizda operatorlarning o'rni beqiyosdir. 161 51 58 24 soat sizning xizmatingizda. Yigitlar ko'p Paxtakorda videochisi yagona, shirin suxan yoqimdoydir, so'zlari dona-dona. Bu yil sezon zo'r bo'lyapti, bundan uning ko'ngli to'q. Ba'zida achinaman, uyga borishga vaqti yo'q. Qarsakni qattiqroq chalib qo'yasiz. Ona xalqimiz ko'plab to'ylar qilsin. San'atkorlarimiz, operatorlarimiz uyga bora olmay qolsinlar. Yaxshi niyat bilan topganlarimiz yaxshi to'ylarga nasib qilsin. Xizmatingizda siz sevgan, biz sevgan Nizomjon Jonboyev. Yurakdan taralgan kuy kechagi emas. Fayzi boshqa bu kun, kuni kechagi emas. Bunda oshiq dardi, bunda do'st dardi, hasrati o'zgacha, mung kechagi emas. Kuylari oshiq u ovvori uchun, ko'ngli bilan ishqi satbori uchun, olqishni ayamang, qarsakni chaling, sizlar uchun kuylovchi xonanda uchun Nizomjon Jonboyev. To'ylaringiz muborak bo'lsin, kuningiz xayrli o'tsin. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum azizlar, qadrdonlar, hamma-hammalarga xush kelibsizlar deymiz. To'ylar muborak bo'lsin. To'ybollar mustaqil O'zbekistonimizga xizmat qiladigan yigitlar bo'lsin. Barchangizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Qo'shiqlar sizlar uchun davom etadi. Marhamat.
ko'zing sinalarib aylanimni to'ldirdi yetar endi ketmalar kiydirding kiydirga ko'zdan tarovating ketmay hanuz marohating ketmay dildan jarohating ketmay kiydirding kiydirga ishq menga teskari borsa yavaşdan singari borsa laylidir sanlar borsa kiydirding kiydirga kiydirding kiydirga siydirding siydirga laylidir sanlar borsa kiydirding kiydirga kiydirding kiydirga ko'klarga sochib kukunim ko'zimdan chiqdi tutunim hali hollanib uchinim kir borsa yavaşdan singari borsa kiydirding kiydirga siydirding siydirga laylidir sanlar borsa kiydirding kiydirga yil aylanib adirga kelamiz birga birga sarmaz layladi mening yuragimga ishni joyladi bo'lmas ayladi sarmaz Shina
Alamda bulutdur Istaramında bari O'zing solding qalbima Ketma ko'zimdan nari Kimni sevar yorisan So'zla mana ey pari Mana bir bak bak Mana bir bak bak Mana bir bak 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 Mana bir bak bak Mana bir bak bak, mana bir bak bak, mana bir bak bak bak, mana bir bak bak. Rahmat, sog' bo'linglar. Ana shu endi yaxshi o'ynayotganlarga to'xtatib qo'yadi. Bu yaxshi odam emas. Nizomjon Jonboyevga qarsaklaringiz uzr so'raymiz. Ozgina betartib bo'lyapti. Ana o'shanga oson ol qo'lim desin-da, o'g'il qizlarni aralashtirib bersin Allohim. Ota-onalar ularning rohatini ko'rsinlar. O'g'il farzandni berganda Xudo boshingdan davlatni sochib qo'yar ekan, go'zal qizaloqlarni etganda ravo jannat eshiklarini ochib qo'yar ekan. Albatta hammamiz to'yga yaxshi niyat bilan tashrif buyuramiz. Mana shu to'yni shodligiga sherik bo'lib tashrif buyurgan aziz mehmonlarni birin-ketin chorlasak, birinchilar qatorida men haqqi ham bor, haddi ham bor deb o'ylayman. Mahalladoshlar nomidan Tursunoy opa bormilar? Keling va mana shu mahallada men o'zim hurmat qiladigan opam Dilra opam. Dilra opa, keling. Keling. Qayta chaqiravermish, tomog'im og'riyapti, meni qiynamanglar Dilra opa. Bu yorug' olamning 8-mo'jizasi go'zal ayollarimiz. Malohat opa, qani Tursunoy opa? Kesinlar. Bugungi to'yimizning eng aziz mehmonlari. Siz gulsiz bo'ylari ifor taratgan, siz oftobsiz olamni nurga to'latgan, siz hayo iboning buyuk timsoli. Alloh sizni shunday go'zal yaratgan. Mahallamizga to'y muborak. Ko'rishib olinglar deb chaqirdim-da. Assalomu alaykum. Mana shu qutli xonadonga qutli qadamini bosib kelgan opajonlar, singiljonlar, begonajonlar, aka-ukalar, qarindoshlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Avvalon mana shu xonadondan o'tgan ergashaklar Bahrabjon. Alisher rahmatli rahmat qilsin. Ruhlari hamisha shod ketsin. Mana shu bozorni doim o'tlab qo'ltiqlab yursin. Mana shu to'yga bosh qo'yib, mana shu jiyanini, nevarasini qo'shib to'y qilgan Anvarjonga tan-jon uzoq bo'lsin, umri uzoq bo'lsin, malohat bilan qo'sha parsin. Mana shu jiyanlariga bosh qo'ysin, yaxshi o'qishlarga kirgizsin, yaxshi yigitlar qilib, yaxshi qizlar tarbiyalasin o'zbeklar qatorida. Mana shu to'y bolalarimiz katta bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin, butun bo'lsin. Mana el suyar, xudo suyar farzandlar bo'lsin. Mana qo'sha parik. Mana shunchalik qilib elga dasturxon yozibsizlar. Qayna-qayna ruhlari shod bo'lsin, Alisherjon ruh shod bo'lsin, hamisha qo'llab-quvvatlab yursin. Mana shu to'y bolalar katta bo'lib, mana shu ikkalasini qo'shmoqlashib uylash to'ylariga mana shunday o'tirish nasib qilsin. Yana olyapti. Assalomu alaykum. Mana shu qishlog'imizni aziz onajonlari, opajonlarim, singiljonlarim, qizjonlarim, mana Ashirbeklar xonadonida mana bugun aqiqa marosimi ekan. Avvalambor Alloh mana shu qilingan ihsonlarni dargohda qabul qilsin.
Allohim Parvardigorim mana shu ikki o'g'lonimizni umrlarini uzoq, rizqlarini ulug', martabalarini baland qilsin. Ota-onasiga, aka-uka, jamiki aziz insonlariga xizmat qiladigan, doimo mehribonchilik qiladigan solih farzandlardan bo'lsin. Tursunoy opaning gapiga qo'shilaman. Kelajakda mana shu ikkalasini qo'shmoqlashib qo'sh kelib olishda ham hammamiz qatorlarimizda xato bo'lmasdan o'tirishda Allohim nasib qilsin. Aziz asrimizning aziz onlari, aziz odamlardan so'raydi qadrin. Fursat g'animatdir, shoh satrlarla bezamoq chog'dir umr daftarin. Hamisha umr daftarimiz shoh satrlar bilan bezanib tursin. Hammani yana bir marotaba xush kelibsizlar. Hammamizni mana shunday chiroyli dasturxon atrofida o'tirish hamisha nasib qilsin. Zarifa, tani joning sog' bo'lsin, umring uzoq bo'lsin. Mana shu bolalaringni poyonini ko'rgan. Ammalari, xolalari, Alloh muborak. Rahmat sizga mana shunchalik elni chaqiribsizlar. Ammajonlar, tanjonlaring sog' bo'lsin. Xolalar uzoqdan keldi, mana Chimkentdan xolajoni yo'qlab kelibsizlar. Hamisha mana shunday yaxshi kunlarda diydor ko'rish hammamizga nasib qilsin. Qani o'sha Zarifa? To'y bolani ayasi. Yana bittasi Mohigulmi?